Savol: Mening so'rashga uyaladigan bir savolim bor, lekin islomga yangi kirgan ayol buning javobini bilmoqchi. Men esa unga Qur'on va sunnatdan dalillar bilan javob bera olmayman. Iltimos bizga yordam bering. Agar bu savol noo'rin bo'lsa, Allohdan meni afv etishini so'rayman. Shu bilan birga musulmon sifatida ilm izlashda uyalmasligimiz lozim. Savol quyidagicha: Islomda masturbatsiya joizmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Eng avvalo savolingizga qisqacha umumiy shaklda javob berib, so'ngra batafsil javobga o'tamiz. Qur'on va sunnat dalillariga ko'ra masturbatsiya haromdir. Masturbatsiyani davolash esa ko'zni tiyish, nikohlanish, hayoliy vasvasalarni daf etish, o'zingizni dunyo va oxirat uchun foydali narsalar bilan mashg'ul qilish, turli ibodatlar bilan band bo'lish, gunoh uchun bo'sh vaqt qoldirmaslik hamda bu amalning sog'liqqa zararlari, xususan ko'rish qobiliyatining, asab tizimi va jinsiy a'zoning zaiflashishi hamda bel og'riqlari kabi zararlari haqida o'ylash orqali amalga oshadi. Shuningdek, shahvatni sindiradigan, xohish istakni tarbiyalovchi ta'sirli nabaviy davolash usuli roza tutish orqali amalga oshadi. Agar inson bu gunohga tushib qoladigan bo'lsa, tavba qilib, istig'for aytishga, toat ibodatlarni ko'paytirishga shoshilishi va umidsizlikka tushmasligi lozim. Chunki umidsizlik katta gunohlardandir. Endi batafsil javobga o'tamiz. Masturbatsiyaning hukmi. Qur'on va sunnat dalillariga ko'ra masturbatsiya haromdir. Buning birinchi dalili Qur'oni Karimdandir. Ibn Kasir rahimahulloh aytadi: Imom Shofiy va uning hamfikrlari qo'l bilan masturbatsiya qilishning haromligiga ushbu oyatni dalil sifatida keltirganlar. Vallazina hum li furujihim hafizun. Ular avratlarini haromdan, zinodan saqlaguvchi kishilardir. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Magar o'z jufti halollaridan va qo'llaridagi cho'rlaridangina saqlanmaydilar. Bas ular malomat qilinmaslar. Faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul aadun. Endi kim shundan o'zgani istasa, bas ana o'shalar haddan oshguvchilardir. Mu'minun surasi 5-7 oyatlar. Imom Shofiy nikoh kitobida shunday deydi: Ular avratlarini faqat juftlari va qo'l ostidagi cho'rilari orqali saqlashi, ulardan boshqasi harom qilinganini ochiq ko'rsatadi. Keyin buni ta'kidlab, kim undan o'zgani istasa, bas ana o'shalar haddan oshguvchilardir dedi. Shunday qilib, erkak kishining jinsiy yaqinlik qilishi faqat o'z jufti yoki cho'risi bilangina joizdir. O'zini qo'l bilan qondirish, ya'ni masturbatsiya qilish esa joiz emas. Alloh bilguvchiroqdir. Imom Shofiyning Al-Um kitobi. Ba'zi ulamolar quyidagi oyatni ham dalil qilib, "Valyasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullohu min fadlihi." Nikoh imkonini topolmaganlar to Alloh ularni o'z fazlidan boy qilgunicha iffatlarini saqlasinlar. Nur surasi 33-oyat. Bu ulamolar iffatni saqlash buyrug'i boshqa narsalarga sabr qilishni talab qiladi deydilar. Ikkinchi dalil hadisi sharifdan. Abdulloh ibn Mas'ud shunday deydi: Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan birga edik. Hech narsa topa olmaydigan yigitlik chog'imiz edi. O'shanda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ya ma'sharosh shabab, man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj." Hoy yigitlar, kim oila qurishga qodir bo'lsa, uylansin. Fa innahu aghaddu lil-basar va ahsanu lil-farj. Zero bu ko'zni tiyuvchiroq va farjni saqlovchiroqdir. Va man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija. Kim qodir bo'lmasa, roza tutsin. Mana shu uning uchun axtalanishdir deganlar. Sahih Buxoriy 5066-hadis. Shariat nikohga qodir bo'lmaganda masturbatsiyaga emas, qiyin bo'lsa ham roza tutishga buyurgan. Masturbatsiyaga qattiq istak bo'lishiga va uning rozaga nisbatan osonroq ekanligiga qaramay, bunga ruxsat berilmagan. Bunga oid boshqa dalillar ham bor, lekin shular bilan kifoyalanamiz. Vallohu a'lam. Shu o'rinda ushbu darddan, ya'ni masturbatsiya dardidan xalos bo'lish yo'llarini zikr qilishimiz o'rinlidir. Masturbatsiya qilishga moyillikni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar va bosqichlar quyidagilardan iborat. Birinchisi, ushbu odatdan Allohning buyrug'iga itoat etish va u zotning g'azabidan qo'rqish orqali xalos bo'lish kerak.
Ikkinchidan, buning asosiy yechimi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yoshlarga qilgan nikohlanish tavsiyalariga amal qilishdir. Uchinchidan, xayoliy vasvasalarni daf qilish va o'zingizni dunyo hamda oxirat uchun foydali ishlar bilan band qilish. Chunki davomiy vasvasa amalga, keyin esa odatga aylanib, undan xalos bo'lish qiyinlashadi. To'rtinchisi esa ko'zni tiyish. Chunki fitnalovchi shaxslar va suratlarga qarash hamda ko'zni tiymaslik haromga olib boradi. Shuning uchun Alloh taolo "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim" Ey Muhammad alayhisolatu vassalom, mu'minlarga ayting, ko'zlarini tiysinlar degan Nur surasi 30-oyat. Buraydadan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ali radhiyallohu anhu ga "Ya Ali, la tutbi'in nadratan nadra." Ey Ali, nazarga nazarni ergashtirma deganlar. Sunan Termiziy 2777-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahihul Jami' 7953. Garchi birinchi qarash, ya'ni to'satdan qarash gunoh bo'lmasa ham, ikkinchi qarash haromdir. Shuningdek, shahvatni qo'zg'atadigan joylardan uzoqlashmoq lozim. 5-si, turli ibodatlar bilan mashg'ul bo'lish va gunoh uchun bo'sh vaqt qoldirmaslik. 6-si, bu amalning sog'liqqa zararlari haqida. Masalan, ko'rish qobiliyatining, asab tizimi va jinsiy a'zoning zaiflashishi, bel og'riqlari hamda shifokorlar zikr qilgan boshqa zararlarni o'ylash. Shuningdek, xavotir va vijdon azobi kabi ruhiy zararlar undan ham kattarog'i ko'p g'usl qilish hamda g'uslning ayniqsa qishda qiyinligi tufayli namozlarning zoyi bo'lishi, shuningdek, ro'zaning buzilishini e'tiborga olish. 7-si, noto'g'ri tushunchalarni bartaraf etish. Chunki ba'zi yoshlar bu ishni zino va bachchavozlikdan himoyalanish maqsadida joiz deb o'ylaydilar. Holbuki, ular bu axloqsizlikka yaqin ham bo'lmasliklari mumkin. Bu xomxayolga aldanmaslik kerak. 8-si, irodani mustahkamlash va azm va qaror bilan qurollanish hamda shaytonga taslim bo'lmaslik. Yolg'iz qolishdan, masalan, yolg'iz tunashdan saqlanish. Hadis-i sharifda kelishicha, Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam kishi yolg'iz qolishidan, yolg'iz tunashidan va yolg'iz safar qilishidan qaytarganlar. Bu hadisni Imom Ahmad rivoyat qilgan. Manba Sahihul Jami' 6919-hadis. 9-si, shahvatni sindiradigan, xohish istakni tarbiyalovchi ta'sirli nabaviy davolash usulidan foydalanish. Bu esa roza tutishdir. Ammo bu gunohga qaytmaslikka qasam ichish yoki nazr qilish kabi g'alati usullardan saqlanmoq kerak. Chunki agar bu ishga qayta qo'l ursa, og'ir qasamni buzgan bo'ladi. Shuningdek, shahvatni pasaytiruvchi dorilarni qo'llanishdan saqlanish. Chunki ularda tibbiy va jismoniy zararlar bor. Sunnatda shahvatni butunlay kesib tashlaydigan narsalarni qo'llash haromligi isbotlangan. 10-si, uxlash vaqtida shar'iy odoblarga rioya qilish. Masalan, sunnatda kelgan zikrlarni o'qish, o'ng tomonni bosib yotish va payg'ambar sollallohu alayhi va sallam qaytargan qoringa yotishdan chetlanish. 11-si, sabr qilish va iffatni saqlash. Chunki nafs harom narsalarga intilsa-da, ulardan tiyilish har birimizga vojibdir. Nafsingizni iffatli bo'lishga majburlash vaqt o'tishi bilan bu xislatni doimiy xulq-atvorga aylantiradi. Sahih hadisda kelganidek, Abu Said Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ma yakunu 'indi min khayrin falan addakhirahu 'ankum." Huzurimda biror yaxshilik bo'lsa, uni sizlarga bermay saqlab qolmayman. Va men yastafif yu'ifahulloh. Kim iffat talab bo'lsa, harom, nomaqbul ishlardan o'zini tiysa, Alloh uni iffatli qilur. Va men yastaghni yughnihillah. Kim o'zini behojat tutsa, Alloh uni behojat qilur. Va men yatasabbar yusabbirhulloh. Kim sabr talab qilsa, Alloh uni sabrli qilur. Va ma u'tiya ahadun ata'an khayran va awsa'a min as-sabr. Hech kimga sabrdan ko'ra yaxshi va keng qamrovli ato berilmagan dedilar. Sahih Buxoriy 1469-hadis. 12-dan, agar inson bu gunohga tushib qoladigan bo'lsa, tavba qilib istig'for aytishga, toat ibodatlarni ko'paytirishga shoshilishi va umidsizlikka tushmasligi lozim. Chunki umidsizlik katta gunohlardandir. Va nihoyat, shubhasiz Allohga murojaat qilish
Duo bilan yolvorish va bu odatdan xalos bo'lish uchun undan yordam so'rash eng buyuk davolardan biridir. Chunki u subhanahu va taolo duogo'y kishining duosini ijobat qiladi. Vallohu a'lam.